Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi hukumat soatida yer qa'ridan foydalanishda atrof muhit hamda yer, suv resurslarining muhofaza qilinishi, shuningdek, tog' ishlarida xavfsizlik talablariga rioya etilishi masalalari kun tartibida bo'ldi. Deputatlarning savollariga tog' sanoati va geologiya vaziri javob berdi. O'zbekiston iqtisodiyotida tog' sanoati va geologiya tarmog'i muhim o'rin tutadi. 2025-yilda jami sanoat mahsulotining 20% ushbu soha korxonalari hissasiga to'g'ri keldi. Ularning byudjetga tushumlari 118,5 trillion so'mni tashkil etdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda yer qa'ridan va foydali qazilmalar resurslaridan oqilona foydalanish, qazib olish jarayonlarida atrof muhit va yer qa'ri ifloslanishining oldini olish, buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilish, tog' ishlarida sanoat xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan tizimli ishlar o'z samarasini beryapti. 2025-yilda Olmaliq sanoat zonasi hududida zaxirasi potensiali yuqori hisoblangan mis koni xalqaro jo'q standartlariga talablariga asosida geologik jihatdan o'rganilib, natijada misning 840 ming tonna, oltinning 54 tonna, kumushning 450 tonna zaxiralari aniqlandi hamda nufuzli investorlarga taklif etilmoqda. Ta'kidlangandek, konlarning 3D modellari yaratilib, aqlli boshqaruv tizimlari orqali qazish ishlarini aniq va samarali tashkil etish yo'lga qo'yilgan. Geomonitoring axborot tizimi joriy etilib, 2000 dan ortiq foydali qazilma uchastkalari to'g'risida ma'lumotlar raqamlashtirilgan. Parlament quyi palatasi vakillarini shu kabi ko'rsatishlar bilan birga sohaga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamda korrupsiya omillarini bartaraf etish borasida qilinayotgan ko'plab savollar ham qiziqtirdi. Asosiy 5 ta yo'nalish bo'yicha biz demak muhokamalarni olib bordik. Ya'ni vazirlik faoliyatiga doir bo'lgan tog', burg'ulash faoliyatiga doir bo'lgan muammolar va kamchiliklar. Shu bilan bir qatorda bevosita suv resurslaridan, yer osti suvlaridan samarali oqilona foydalanish masalalari bo'yicha va qulay ish muhitini yaratish, texnika xavfsizligi qoidalariga tizimda rioya etish, kadrlar qo'nimi va sifatini oshirishga doir masalalar bo'yicha ham savollar ko'rib chiqildi. Tizim faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari. Qayd etish joizki, o'tgan yillarda tizimda demak samarali islohotlar amalga oshirildi. Suv resurslari, tog' faoliyatiga doir qonunchilik hujjatlari qabul qilindi va mana shular qatorida albatta jarayonda bevosita joylarda ko'rganimizda ayrim kamchiliklar ham kuzatilmoqda. Bularga misol tariqasida bevosita yer osti suvlaridan foydalanish uchun burg'ulash masalalarida, ya'ni ana vazirlik hisobotida ham qayd etildi. 2025-yilning o'zida 1700 dan ziyod demak noqonuniy burg'ulashlar amalga oshirilganlik holatlari qayd etilyapti. Vaholanki bu faoliyat bevosita ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. Mana shu nuqtai nazardan deputatlar bu tizimda nima ish qilinmoqda? Buni oldini olish uchun qanday choralar ko'rilmoqda degan savollar bilan demak yuzlandi. Ma'ruzada ta'kidlanganidek, 2025-yilda 2085 gektarlik buzilgan yer qayta tiklangan. 2026-yilning birinchi yarim yilligida esa 340 ming gektardan ortiq maydonda rekultivatsiya ishlari amalga oshirilgan. Yil yakuniga qadar 1000 gektarlik ko'rsatishga erishish rejalashtirilgan. Shuningdek, sohada ruxsatnomalar olish jarayonlarining shaffofligini ta'minlash va tadbirkorlar uchun teng imkoniyatlar yaratish maqsadida raqamlashtirish ishlari kengaytirilib, e-auksion, litsenziya axborot tizimlari orqali noruda va oltin izlovchilar faoliyati uchun ruxsatnomalar elektron shaklda berilishi yo'lga qo'yilgani ham e'tirof etildi. Shu bilan birga tizimda hal qilinishi lozim bo'lgan dolzarb masalalarga urg'u berildi. Deputatlar joyiga chiqqanda nazorat tahlil tadbirlarni o'tkazilganda umuman o'rganishlarda bir qator ijobiy ishlar bilan kamchiliklar borligi va bu kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha hamkorlikda amalga oshirish kerak bo'lgan vazifalar borligini ko'rdik. Shu nuqtai nazardan bugungi axborotda ham bu savollarga javob topishga harakat qilindi. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlarda vazirlik bilan deputatlarning hamkorligi juda ham uzviy bog'liqlik bo'lish kerak, chunki bu sohada huquqiy asoslar yaratilgan, mablag'lar berilgan. Bu mablag'larni joylarida to'liq va samarali joyida maqsadli ishlatilayotganligi ham deputatlarni juda ham qiziqtirdi.
Hukumat soatida quyi palata vakillari tomonidan sohada raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, ruxsat berish tartib taomillarida inson omilini kamaytirish, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni barvaqt aniqlash hamda nazorat tadbirlarining shaffofligini ta'minlash bo'yicha qator takliflar bildirildi. Shuningdek, muloqotlarda atrof muhit muhofazasini ta'minlash, yer va suv resurslarini asrash, tog'-kon ishlarida xavfsizlik talablariga qat'iy rioya etish, sohada raqamlashtirish va korrupsiyaning oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar yuzasidan samarali parlament nazoratini ta'minlashga kelishib olindi.